Selamünaleyküm Çakar Gipkam'ın kuzatuvchilar, mana xudo xolasa stollarimiz o'z egalari tomon dastlabki qilamiz. Nasib qilsa. Ya dastlabki qilamiz, ya o'zlari kelib olib ketadi, nima kelishadi. 10 kishilik qontoq tasi 90 ga 2 metrlik bo'ldi. Lalagulli fasonda stol chalamiz. Qontoq tasi 90 ga 2 metr. Sal kattaroq bo'ldi razmerdan. Bu yerdak puli qimmatroq bo'ldi. Общий 10 kamplik bu, men qolgan 5 tasi. Mana o'tirg'ichlari. Hammasini tayyorlab taxlab qo'yganmiz, xudo xolasa. Egalari kelib olib ketadi. Kimga shunaqa stol to'ylarga, to'yxona, bog'chalar, o'quv markazlariga kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana bu qozonni bo'yniga deb bitta qozon bo'yniga yasak. Temirdan tomon. O'tirg'ichchalari bilan ham chiroyli qilib yasab qo'ydik. Bu faner, o'tirg'ichlar ham fanerdan bo'lgan. Mana stollarimiz ham sindirmay bukilgan. Oyoqlari yo'danmasi. Tagi bolt keyka. Ko'rinyaptimi sizlarga? Bu ham faner hammasi. Turbalar sindirmay bukilgan. Вообще mustahkamligi zo'r. Hammasi shunday. 100 o'ringa bo'lyapti, xudo xolasa.